Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Hamdonpizda 2025 1-aprel sanasiga kech gullaydigan sortlarimizdan Ozarbayjon sorti. Sizlarga hozir obzorini, sizlarga hozir 1 2 3 4 5 6 7 xil sortni ko'rsataman. Inshaalloh like bosib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlab podashka qilib turasizlar. Inshaalloh 7 xil sortni gullash mavsumini ko'rsataman. Bu eng kech gullaydigani, eng kech bundan ham kech gullaydiganlar yo'q, lekin u bundan ham kech gullaydiganlarda bitta narsa bo'ladi. Changlanishda muammolarga duch kelasiz. Birdaniga havo isib kelsa, shamol to'xtaydi, changlanish bo'lmaydi. Shuni hisobiga hop mana Ozarbayjon sorti hali kurtalarni to'liq ochmadi. Bu payvand qilingan 5 yoshli daraxt, mana payvand o'rni, payvand solingan. Bu tevalarda gul kurtalari ochibdi. Teva qismi ochibdi, pastki qismlar hali ochmabdi to'liq. Yaqinroqdan ko'rishimiz mumkin. Hop, uni ham yaqinroqdan ko'rsaman. Gul kurta ochganini. Mana shu holatda gul kurtalari ochdi. Ozarbayjon sorti bu birinchisi. Hop, hozir buni ikkinchisini ko'rsaman. Ikkinchi Ozarbayjondan kirib kelgan navimiz bor. U bundan ham kech gullaydi. Biroz kech, juda ham kech emas, ozgina farq qiladi xolos. Ozarbayjon 2 ga yetib keldik. Gul kurtalarni ko'rishimiz mumkin. Hali ochmadi. Gul kurtalar hali ochilgani yo'q. Ko'rib turibsizlar, endi harakatga tushdi. Endi harakatga tushdi mana. Mana gul kurtalari. Bu ham payvand qilingan. Kichkinalar hali gulidan keyin tagga ishlov beramiz. Shu kuzda ishlov berilganicha hali ishlov berilgani yo'q. Erta kuzda ham sentyabr oyida bir marta ishlov berganmiz. Undan keyin o'tlar chiqqan. Bir qancha o'tlarni tozalab tashladik. Endi tagi fevralda ishlov berishimiz kerak edi. Ishlov bera olmadik. Endi ishlov beramiz. Shuni ham qo'shimcha ma'lumot sizlar uchun. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Mana shu yer o'zida 10 ta bor. Har bittasida 30 tadan bo'lsa 300 ta pista. 250 ta hisoblang. 250 dona pista bor ekan. Bu degani mana shu bitta shoxida 400 gram, yarim kilo atrofida handon pista bor degan. Bu ikkinchi sortimiz. Endi hozir Ozarbayjondan olib kelgan 3-chi sortimizni ko'rsataman. Mana 3-chisi payvand qilib o'sha kelgan vaqtda shu daraxtga novdalar ortib qolganda shunda payvand qilib o'rganmiz, lekin bu payvandimiz olib qolgan. Endi tevasi changlatuvchi chiqib qoldi. Gul changlab turibdi erkada. Tevasini endi kesib tashlaymiz. Xudo xolasa bu changlatuvchi chiqib qoldi. Men gulini ko'rsataman. Gul kurtagini ochilish boshladi. Bular endi mana ochilyapti. Mana buni ham birgalikda ko'ramiz sizlar bilan. Mana gul kurtaga changlanishi ham ko'rsataman. Agar changlanmay qolsa, shuni changlatamiz. Xo'p, yana bitta o'ta chiroyli, o'ta zo'r bitta sortlarimizdan qilich sorti. Buni Eronda hanjar deyishadi. Eron sortlaridan hosildorlik bo'yicha chempion. Mevasi bir tomoni og'zi ochiq bo'ladi, bir tomoni bek bo'ladi. Ana shuni hisobiga qilichga o'xshatishgani uchun qilich deyishadi. Mana ko'rib turibsizlar. Gulini ko'pligini ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli sortlarimizdan bittasi. U ichkarida ham hosildorlik o'ta kuchli hosildorlik. Mana hosildorlik o'ta zo'r. Mana shu bu yil 2-yilgi novda. Shunda hosil beryapti mana. Kichiklarda ham hosili bor. Ko'rib turibsizlar gul kurtagini. Juda ham ajoyib sortlardan bittasi. Eron navlarimizdan yana bittasi. Tanasini baquvvatligini ko'rib turibsizlar. Hop. Mana
Eron navlarimizdan Ahmadiy sorti. Gul kurtalar tevada mana. Yaqinroqdan topa olmadim. Hozir ochilish harakatida. Sentyabrga pishadi. Ba'zi iqlimlarda, ba'zi iqlim so'roq hududlarda, iqlim so'roq hududlarda avgust 15-20siga terim bo'ladi. Eng legendarniy sortlarimizdan yana bittasi bu Eron navi ham emas, Ozarbayjon ham emas, bu urug'ini o'zimiz ekkan navlarimizdan. Mevasi Ahmadiyga juda ham o'xshab ketadi. Ahmadiy deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Ahmadiyba chunki Ahmadiydan erta pishadi. Avgust 1-10 kunligida pishadigan sortimiz. Iqlim sal sovuqroq kelsa 20-gacha boradi. Endi nimaga legendarniy desangiz, o'ta yirik bo'ladi. Bitta gul klasterida, ya'ni mana shu gul klasterida 70 donagacha soladi meva. Undan ham ko'p soladi. Sizlar bilan birgalikda sanashimiz mumkin yaqin kunlarda. Ser hosillik bo'yicha chempion, xudo xolasa bu ham. Bu navimiz ham. Bunga xudo xolasa o'zimiz nom berib, yaxshi nom qo'ysa bo'ladi. Yana bitta navimiz bor. Bu nav haqida sizlarga ma'lumot bermasam bo'lmaydi. Hozir uni ko'rsataman. Mana yonida changlatuvchi turibdi. Hozir rosa changlanish mavsumiga boshlanish arafasida mana gul kurtalari, gulchangida gul kurtaklari qorayish boshladi. Ya'ni issiq kelyapti. Agar changlanishga imkoniyat qilolmay yoki yomg'ir yog'ib, qanaqadir iqlim o'zgarishlari bo'ladigan bo'lsa, changlanish bo'lmaydi. Hosillarimiz kamayib ketadi. Changlanishga juda ham muhim. Mana shuni diqqat bilan qarab turasizlar. Mana shu gulchangi bo'ladi, sariq tuz bo'ladi. Mana yonida turibdi. Tog' pistamiz. Mevasi o'rtacha kattalikda bo'ladi. O'ta ta'mi shirin bo'ladi. Har qanaqa pistadan ta'mi shirin bo'ladi tog' pistamizni. Hosildorlik bo'yicha chempion avgust 1-10 kunligida pishadi. Mana gul kurtalari ko'rinib turibdi. Bu shakl berilmagani uchun juda ham quvvatli o'sgan uchun tevaga qarab ketib qolgan. Tevaga qarab chiqib ketib qolgan. Hosildorligi o'ta yuqori. Bu yil endi pasaytirishga imkoniyat qilamiz. Kesdik, ba'zi shoxlarni kesib pasaytirishga harakat qildik. Bu yil yana ham pasaytirib olamiz. Hosil o'tgan yil ham birinchi hosil qilishda ham 5 kilogramm hosil bergan. Qo'rqmasdan aytishim mumkin. Juda ham hosildorlik bo'yicha yaxshi natija. Hammaga rahmat. Like bosish, podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin.